Oyoq kiyimiga masih qilishga aloqador hukmlar. Dinimiz oson bo'lishi uchun tahorat olgan vaqtimizda ikki putni yuvishning o'rniga o'tuk, masa va paypoqqa o'xshash oyoq kiyimlarga masih qilishga ruxsat qilgan. Masih qilish shartlari. Masih qilmoqchi bo'lgan oyoq kiyimimizni komil tahorat ustiga kiygan bo'lishimiz, pokiz narsalardan tikilgan bo'lishi, o'shiqni yopadigan bo'lishi, cho'ng, tushuk va yirtiqlardan xoli bo'lishi, paypoq teri ko'rinib qolgudek darajada nepiz bo'lmasligi kerak. Masih qilish faqat tahorat olganda ruxsat qilingan bo'lib, shuning uchun g'usul qilganda masih qilishga bo'lmaydi. Masih qilish muddati. Safar ustida bo'lmagan vaqtimizda bir kun, ya'ni 24 soat masih qilamiz. Safar ustida bo'lib qolsak 3 kun, ya'ni 72 soat masih qilamiz. Masih qilish muddati tunji tahorat sungandan boshlab hisoblanadi. Agar safar ustida masih qilib 3 kunga to'shmagan vaqtda safardan qaytib qolsak, agar safar ustida masih qilgan vaqtimiz 1 kun yoki 2 kun bo'lib qolsa, masih muddati safardan qaytgan hamon oyoqlashgan bo'ladi. Agar safar ustida masih qilgan vaqtimiz 1 kun ketmasa, shu 1 kuni davomlashtirib masih qilamiz. Muqim turgan vaqtimizda, ya'ni safarda bo'lmagan vaqtimizda masih qilib, shu kuni safarga chiqib qolsak, shu kuni bilan qo'shib 3 kun masih qilamiz. Tiniq ustiga saqayğanga qadar masih qilishga bo'ladi. Yuvishga tegishli o'rindagi tiniqning tahorat ustida tangilgan bo'lishi shart emas. Masih qilish usuli. İki qo'limizning barmoqlarini ho'llab, orliqini ochib turib, putimizning uchidan pochoq tarafga tortamiz. Oz deganda putimizning ustidan 3 barmoq miqdori masih qilinishi kerak. Masihni buzg'uchi omillar. Belgilangan masih muddatining to'shishi. Oyoq kiyimimizni silib etish. G'usulni farz qiluvchi ishlar. Eskartish. Tahoratimiz bar holatda masih muddati oyoqlashsa yoki oyoq kiyimimizni silib etsak, faqat 2 putimizni yuvassak ham bo'ladi. Salla, tumoq, posma va yog'liq o'xshash bosh kiyimlarga masih qilishga bo'lmaydi.